Ta'riflab berishga nima yo'q-da, So'zingiz mehr yo'q, bilan. bilaman. So'z yo'q. Aha. Yaxshi. Ishingiz o'zingizga nimasi bilan yoqadi? Avvalo bitta o'jinlari yaxshi. Hamma bilan alohida gaplashib, kamchiliklarni bartaraf qilishga harakat qilishadi. Meni kasbim shu yerga kelib, shuni o'rganganman, o'shaning yaxshi ko'raman shu kasbni. Shu bilan shug'ullantirganimdan faxrlanaman. Kollektiv jamoa yoqadi shekilli. Chiqishimiz bilan, kollektiv bilan. Juda ko'pchilik kollektivda aqlligini gapiryapti. Demak, tushunishim juda ham aql ekansizlar. Qiziqarli, misol uchun ertalab boshlasa kechqurun bitib chiqadi shu narsalar bilan Shu ish yoqadi. bilan kun o'tadi, kun Ha. qanday o'tganini bilmay qolasizlar, ishga qiziqadi. Shu hamma jihat yaxshi ishlaymiz. O'zimga yoqqanligi uchun ishlaymanda. O'zimni ishimni shunaqangi yaxshi ko'raman, mehr bilan ishlayman. Nima aytsamkin? Ta'riflab berishga nima yo'q-da, So'zingiz mehr yo'q, bilan. bilaman. So'z yo'q. Aha. Yaxshi. Mana shu o'zlaring ishlab chiqaryaptigan sumkalaringni qaysidir modelini uylarga sovg'a qilganmisizlar uyda? Ha, albatta jiyanlariga juda ko'p olib ketganmiz. Qaysi modelini? Oksford bor, Joma bor, Bismishok bor. Ha, sovg'a qilganman. O'zim ko'pincha T90 sumkasini tikkanman, sovg'a qilganman shu sumka. Har xil ryukzaklar, shkolliklar. Jinski sumkalar tikamiz, o'qituvchilarga, 8 martga sovg'a qilamiz, qarindoshlarga, dini rajdeniyga. Sportivniy sumkalar, popkalarni shekdan olib beramiz farzandlarimizga. Farzandlarimiz mana shu Adan tekstilni sumkalarini ishlatishadi hammalar. T90, Shempin, Jordan. Shu Rossiya qovun sumkalaridan sovg'a qilganmiz. Haligacha yaxshi ishlatib kelishadi. Ishlatib kelishadi. Ryukzaklar har xil, bog'cha sumkalar, mana shunaqalarni sovg'a qilib turamiz. Haligacha ishlatib kelishadi shu sumkalar. Haligacha ishlatib kelishadi. Rahmat. Jinski sumkalarimiz bor. O'shalardan keyin T90 umraga borib kelganlarga sovg'a qilganmiz. Shkolli sumkalar sovg'a qilganman. Misol uchun mana shu resmiy shoklarimiz bor. Ha? Farzandlarimizga popkalar olib berganmiz. Hozir chiqaryaptigan chamadonlarimizdan safarga chiqqan qarindoshlarimiz. Ha, demak safarga ham o'sha sumkalarda chiqib kelishgan. Yaxshi chidamli sumkalar. Ha, rosa chidamli, sifatli.